Diqqat, yanvar oyi pensiyasi bo'yicha tezkor xabar tarqaldi. Barcha pensionerlar diqqat qilsin, bu xabar har biringizga tegishli. Bir diqqat ajratib, albatta tanishib chiqing. Bu xabarni har bir pensionerlar bilishi shart. Yanvar oyining pensiyasini kutayotganlar uchun nihoyat xushxabarlar. O'zbekiston bo'ylab barcha pensionerlarga tegishli ma'lumot. Zudlik bilan tanishing va boshqalarga ham ulashing. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, Xalq banki ma'lumotiga ko'ra, yanvar oyi uchun pensiya va nafaqalar to'lovi 5-6 yanvar kunidan bosqichma-bosqich fuqarolarning bank kartalariga yuklanish boshlandi. Karta orqali to'lov oluvchilarga davlat tomonidan qo'shimcha 1% ustama ham qo'llanilmoqda. Rasmiy axborotda aytilishicha, naqd pul shaklida oluvchi fuqarolarga 6 yanvar sanasidan boshlab 27 sanalar oralig'ida to'lov amalga oshiriladi va belgilangan muddatda to'liq to'lab beriladi. Bankomat karta orqali oluvchilarga mazkur to'lovlar rejalar asosida o'tkazilib, maxfiylik va qonuniy talablarga rioya etiladi. Xalq banki pensiya va nafaqa to'lovlarini o'z vaqtida yetkazish bo'yicha texnik va tashkiliy choralar ko'rilganligini, kartalarga tushirilgan mablag'lardan foydalanishda bank infratuzilmasidagi servislar, bankomatlar va to'liq boshqa servislar ishlayotganligini ma'lum qiladi.